Meditsinskiy yo'q. Mana qo'llarim ham dog' bo'lib qoldi. Mana marhamat, hidlab ko'ring. Zafar akam bilan Meditsinskiy yo'q. Mana qo'limga gidrolizning badan testini o'tkazyaptilar. Yangi hamkorga. Endi nima bo'ladi? Endi uyda janjal bo'ladi. Ketdi. Endi janjalni oldini olish uchun biz nima qilamiz? Green Leaf'ga murojaat qilamiz. Xo'sh. Mana gidroliz nevada. Ichida kimyoviy tozalaydigan nimalari yo'q, ingredientlari yo'q. Xlor yo'q. Mana bitlab ko'rsak, mana sekund, endi sekund desam noto'g'ri bo'lishi mumkin. 1 minutga bormaydi. Mana qo'llarimni ham surtib tashlayman. O'sha qo'llarimni ham tozalab olaman. Zadno Paskina pastida qolib ketdi. minutga ham super mahsulotlarimizga gap yo'q, lekin Nilufar qanaqa fikrda? Har qanaqangi yog' bo'ladimi? Qat'iy nazar. Yaqinda oshga manti yeyishga bordik, mantiga yog' berishdi. Burgimga to'kilib ketdi. O'shanga ham uyga keldimda kechqurun sip qo'ydim. Keyin ertalab yana sip tashladim. Hech narsa qolmadi-da, o'zi qanday bo'lsa o'sha ko'rinishda qoldi. Rangni ham o'zgartirmaydi. Mahsulotlar gap yo'q, lekin Griliv rulet. Griliv zo'r. Rahmat Zafar aka. Har doim har xil kiyim ertalab ko'ylak kiyib keladi, oqni ham, galoboy ham, ko'kni ham, hech narsa ayamaydi. Hammaga shunaqa test qilib beradilar. Rahmat Zafar aka sizga. Griliv rulet. 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 Da.